Okala 721 Motorsda Malibu Premier mashinamiz sotuvga keldi. 2021 ga 22 55 ming yurgan, holatlari ideal, probeglari halol. O'sha payt moda bo'lgan rangidan sotuvga keldi. Mashinamiz zo'r holatda turibdi. Salonlari ham matvi. Hech qayerda knopkalari ham hech narsasi o'chib ketmagan. Ko'p probegli mashinada bilsanglar, knopkalari, yozuvlari o'chib ketgan bo'ladi. Orqa taraflari Malibu Premier XL qilib Black Piano qilib qo'yilgan, gulishlar nasatkalar, garmdorlar qo'yilgan. Hamma nikkel detallari Black Piano qilingan. Mashinamizni mana shu chap taraf ikkita eshigida perexod bo'lgan kraskasi bor, kalinkasida pitno bor, orqa bagajini qopqog'ida bor. Ichiga o'tmagan stoykalari, bagaj qozonlari hamma joyini ko'rib chiqdim. Stoykalari hamma joy zavodskiy holatda turibdi. Okala salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Sidena pamit, uchkalari zo'r holatda turibdi. Yozuvlari hammasi o'zida, qandoq chiqqan shundoq. Rul ko'jalari yangi matvi, rulda knopka yozuvlar, abagrev, abduf hamma rejimlari bor. Skorslarigacha, mana bu knopkalargacha matvi turibdi. Salon holatlari, katta panorama tom, ko'jalari ham zo'r holatda. Orqada ham abagreflari bor. Salonni ko'rishingiz mumkin. Ko'jalari matvi turibdi ko'jalari. Bagaj holatlari okala, bagajlari ideal sasyanib turibdi. Bu mashinamizga propan ham qo'yilmagan, faqat benzin yurgan, 95 benzin. Mana bagajlari, zapaskalari hammasi o'zining o'rnida. Orqa bagajda kraskasi bor deganman. Ichiga o'tmagan, hammasi o'zini zavodskiy holatda turibdi. Malibu Premier 2021-22 dan haydalgan, 55 ming yurgan, holatlari ideal mashinamizdan sizlarga $22,800 ga beraveramiz.